Assalamu alaykum. Tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Podshohxonning pam-farosat va chechanligiga tayinib, jallodni jallodning qo'li orqali o'ltirgan yerlarini o'qib o'tgaydik. Endi davomini o'qiymiz. Podshohxon ko'zi qonga to'lgan holda oshxona uydagi go'sht parchalaydigan kichik paltini ko'tarib, xonimning hujrasiga kirib keldi. Generalning og'zidan texicha to'xtamay qon kelyotdi. Endi uning put-qo'lini midirtalishi mumkin emas edi. Shundaqdimi, o'q uning ajallik yeriga tegmaganda qilatdi. General bor kuchini yig'ib, ko'zini poltaytguncha Podshohxonga tikilib bir nimalarni demoqchi bo'ldi. Sen Generalning ovozi aron-aron chiqatdi. "Men Haydarbekning do'sti", dedi Podshohxon turkman tilida achchiq kulib turib. Qaysi? General turkmanchini pishiq bilatdi. Uning ovozi tushib, nafas ilishib borgan sari qiyinlashishga boshladi. "Sen Turkmanistonda 2 tal pul uchun etivetgan hiliqi bolachu, esingga keldimi general?" dedi Podshohxon g'azab bilan uning quliqiga yiqilib turib. "Sana hammani deb beray. Men ashu Haydarbekning do'sti. Sana desam general, paxta iskalatingga o't qo'yganimi, seni hozirgi holga tushirganimi? Mana men. Buni bilamsan?" Jahonda o'zini bir chaqlaydigan generalga bu gap texmi har keldi bo'lg'ay, u ochiqdan ko'zini ching yumib oldi. Podshohxon minglagan turkman xalqining xun qarziga bo'g'ilgan bu qonxo'r harbiy amaldorning bundoq oson o'lishini asla xohlamaydi. Shunglashqa Podshohxon generalning yumilgan qiyshiq ko'zini qo'l barmoqlari bilan chimdib turib majburiy ochdi. Ondan uning qulqiga texmi yaqin kelib turib ruscha kusurlab aytdi. "Paltamga qara. Türkmenlarning qandoqligini endi ko'rsan." Generalning ko'zlari chekchiyib, Podshohxonning qo'ldagi paltiga tikilganicha uningdan oxirgi qatim bir qo'shiq qinini tilamoqchi bo'lib, bir nimalarni deb baqdi. Lekin g'azabga kelgan palta uning yolvurishlariga qaramay, havoga tixim egiz ko'tarildi. Gach qilgan 3 qatimliq ovozdan keyin generalning qini hujra temiga fontandek chachirab, beshi bir tarafga dumilab ketdi. Qo'rqqandan lag'-lag' titirgan ayol mulozim palti bilan chepilgan boshni ko'rib, karvat ustida yotqanning ichiga mökib olgan xonimni quchoqlaganicha ullik bir chiqirdida shu an hushidan ketdi. Podshohxonning ochig'i tixi yonmagandek qiladi. Amdilikda u nishonni o'zgartib generalning qo'lidagi ko'yziga kuchab urdi. Chunki Podshohxon o'g'ri qaroqchilarning qo'lidagi bundoq chamdonlarning xeyli yaxshi narsaligini obdan biladi. Tömür çabunamı o'xshashda 3 palti bilan generalning qo'lidan ajirdi. Podshohxon qon ichida yotgan bassiz gavdaga qarab miyig'ida kulib qo'ydi. Ondan 2 ko'z uchiq ketgan generalning it beshiga engishib turib, kuchab birni tükürdü. Shu vaqtida Haydarbekning ko'zi uchiq ketgan chaqda bir tal sarg'aygan yupurmoq Haydarbekning yuzini mehribonlik va sehilik bilan yo'gigan bo'lsa, amdilikda o'chmanlik va qisosga to'lgan Podshohxonning tükürigi bu iflos generalning yuzini la'nat suyi bilan texmi satlashtirgan edi. Podshohxon temir chamadonni ilib dojidan bemalol chiqib ketgandan keyin pinhon bir yerni tepib bu temir chamadonni nihoyat tezlikda ochdi. Uning ichidagi pul yoki oltin bo'lmasdan 7-8 tomga bisilib pechatlangan bir qog'oz arxiv xaltasi bo'lib chiqdi. Podshohxon uningmi ichini ichib qaraydi. Uning ichida bir to'p yozma materiallar bo'lib, xatning mazmunidan qaraganda atom bombasiga munosabatlik gaplar qiladi. Podshohxon bu bir zo'r harbiy maxfiyatlik bo'lsa kerak deganni o'ylab, materialni arxiv xaltasi bilan beliga ching tingib, temir chamadonning ichini tosh shig'il bilan to'ldirib, kichik bir ko'lga tashlab cho'ktirib etdi. Ondan bir kichik chash yasaydigan do'kondan maxsus chashdagi bo'yoqni chiqaradigan so'pondan bir quti ilib, bog'ichidagi kichik eqinlarning birida chechidagi bo'yoqni yuvib chiqarib etib, aslidagi turkman holatiga qaytdi. U qandoq bo'lmasin ehtiyot qilish kerak edi. Shunga u ostonaga qaytishga aldırmay vaziyatning ahvolini kuzatib bakmoqchi bo'ldi. Ertesi Moskvaning ichi zilzilaga keldi. Vladimir ismli seriq chash rus yigitning qiyosga asosan sizilgan rasmi ko'ch-ko'ylarga chopinib tutib berganlarga beradigan mukofot so'misi kishini hayron qoldiradigan darajada eng yuqori pallaga chiqdi. Moskva tarixdan bu yangi eng jiddiy holatga o'tdi.
Podshohning ko'nglida generalning bir jini bu shaharni buncha bisramjon qilishi notayin. Gap mush qo'limdagi materialda bo'lmasa yana degani g'ilpal o'ylab chiqib, materialni bag'riga tixmi ching bosdi. U shaharning ko'cha ko'ylaridagi soqchilarning rus yigitlarini bakroq tekshirayotganligini bilib, ko'ngli bir oz aromiga tushgandek bo'ldi. Shuning bilan u chechini keyniga qartib tarab, oz to'la qatirgandan keyin usti beshini turklarning kiyinishiga tixmi moslashtirdi. U shahardagi ərmək hayvonlarni sotadigan savdo ko'chasidan osti tarafi yog'och taxtaydan, usti va atrofi sim to'rdan yasalgan bir dona qapaz va bir paxpoq kuchukni setib oldi. U yog'ochchilarning yoniga berib, cho'ng kichikligi qapazning ostidagi taxtay bilan o'xshash bo'lgan yog'och taxtaydan 3 parchani tildirib, naq maydonda ularga 2 parcha taxtayning o'ttirsini yenidagi materialning cho'ngligida hardab uyib oldig'izvatdi. Podshohxon bu narsalarni ko'tarib pinhon bir joyni tepib, beliga tangan material, yeziqlarining ho'l narsalarning tegib buzilib ketmasligi uchun qat-qat plastir xalta bilan mahkam o'rab chiqdi. Ondan hiliqi o'ttirsa uyulgan 2 parcha taxtini qapazning ostidagi taxtining keyni yuziga mix bilan chapladi. O'ttirsidagi qovoq yerga qo'lidagi materialni silib, dal keltirgandan keyin yuzini yana bir parcha taxta bilan yepib, mix bilan mahkam chaplavatdi. Shunday qilib u paxpoq kuchukni qapazga solab, shaharning ko'chalarida bemalol mang'inicha ostonaga qatnaydigan uzun yo'lliq bekatga yetib keldi. Bekatning ichi to'saq, soqchi deganlarga to'shib ketgan edi. Soqchilar Podshohxonning yinini tafsili aqtirgandan keyin uni o'tkazvatdi. Qapazdagi kuchuk bilan ularning ancha kori bo'lmadi. Soqchilar faqat rus yigitlarida yalang'ochlaganchilik qilib qattiq tekshiryotdi. Podshohxon xotirjam holda qapazdagi kuchugi bilan avtobusga chiqib, Turkmanistonning Ostona shahriga qarab minib ketdi. Avtobus har qaysi viloyat shaharlaridan o'tganda, yo'llardagi tekshirish chozilariga soqchilar yo'lovchilarni mashinadan qayta tushirib, sumka xaltalarini ochqizib, nihoyat tafsili tekshiratdi. Har qatimliq tekshirishda o'moq pista soqchilarning o'tkildan bemalol o'taveratdi. 12-bob Burxonbeg. Tillaxon akisi ketgandan keyin o'zicha jimg'ur bo'lib uydan talaga ancha chiqib ketmadi. U ertadan kechgacha akisi Podshohxon bilan billa yurib kunib qolg'achqa, yolg'iz o'ltirish nihoyat tasga to'xtadi. Uning ustiga Podshohxon ufkusi Tillaxonga bekla kuyinatdi. So'g'aq qish kunlarida Podshohxon kechasi necha qitim uyg'onib, Tillaxonning yotqinini yo'gab qo'yatdi. Yaxshiroq yemakliklarni uchirtib qolganda, uningga alohidan olg'ash kelatdi. Tillaxon bularning hammasini bilatdi. Şuna u akısıga bekla ecil bulup ketken idi. Tillaxon bugun atdigan o'rnidan turib masjidga chiqishning oldida uydagi jay namozda o'ltirib akisining tinch amon qaytib kelishini Xudodan tiladi. Tushga yaqin ko'ktat va go'z setib olish uchun bozorga aldirab chiqdi. Chunki uyni odamsiz qo'yishga bo'lmaydi. Tillaxon qassobdan go'sht elib etib, uning qo'lidagi gazetdan Podshohxonning suratiga o'xshabroq ketadigan bir parcha suratni ko'rib qoldi. U qanaga qistirib qo'yilgan gazetni qo'liga ilib, Vladimir ismli rus yigitning tutish buyrug'ini o'qigach, general Grigevishning o'lim xabarini tafsili ko'rib chiqdi. Tillaxon bu gazetni qassobdan o'tna ilib yanchiqqa qatlab solgandan keyin cheksiz xushallik ichida go'shtni ilib isqitqincha uyga chapdi. Akam aslida meni deb bu xatlarga tavakkul qilibdi-da, chinim aka. Menga qilganlaringni qachonmi yondirib bo'laman? Meni ansirmisin deb menga haqiqiy ahvol aytmabsan. Ulug' Allohim seni mangu o'z panohida saqlag'ay. Chinim aka, qachonmi kelarsan? Tillaxon uyga kelganda eshik ochiq turadi. Tillaxonning yuragi qatta qilib ushqandek yugurib o'jiga qaradi. Uy ichi ratlik, supidagi gilam shopiti turadi. Uning yuragi bir oz o'rniga keldi. U mehmonxonaga chiqib qarab baqdi. Hech kim ko'rinmaydi. U akisi Podshohxonning kelganligidan gumon qilib kulib og'zi quliqiga yetdi. Shu an qo'ldagi narsa keraklarni tashlab qo'yib, akisi doim mo'kib olgan o'gizdagi kaptarxonaga yugurdi. U shuta baldaqlarning ikkisini bir alg'anchilik qilib o'giziga chiqdi. Akisi Podshohxon kaptarxona oldida qo'lida bir tal kuchuk so'langan qapazni tutib, ufkusi Tillaxonga qarab illiq kulib turadi. Tillaxon yugurib berib akisini quchoqladi. Ondan ovoz chiqarmay o'ksib yig'lab ketdi. Podshohxonning ko'zida mo'llida yosh kelib ufkusini bag'riga bosdi.
Keşte öy içi kızıp ketdi. Balalar Paşaxanı özünün hamisi dep biletdi. Onunğa cheksiz hürmet qılatdı. Onunğa həddidən taşqarı amraq idi. Çünki Paşaxan bu yetim balalarının suyida iqib, otuda kuyup yürüp, balalarının bögününü bərpa qılğan idi. O əzəldən balalarga qapaq türüp qaramaydı. Savaq bərgəndə açıqlanmaydı. Yaman işlerini körgəndə körməsке salatdı. Qish günləri balalar bəzida özlərinin növbətçiligini unutup yoki ot qalashqa horulluq qilib yetib olsa, Paşaxan o'zi chiqib ot qalab beradi. Demak, balalar bu atamından bekli razı idi. Ular bugun Paşaxanның uyga paydo bo'lganligini ko'rib, boshqacha xushal bo'ldi. Necha kundan beri shaharda bo'lgan yangi ishlarni og'zi tegmay Paşaxanga hayajonlanib so'zlab ketishdi. Xubdan namozdan keyin bir kun ishlab herib charchagan balalar loydek uyquga ketishdi. Paşaxan bilan Tillaxon hujrasida uxlamasdan paranglashib yetyotdi. "Aka, u ablaqni qaltis joylabsan", dedi Tillaxon akasiga past ovozda kulib turib. "Qandoq bilding?" Paşaxon yonitgan yerdan o'rdi pukisining chiroyiga qaradi. Gazetdagi Vladimirga toza inchikilab sep salsam, sana azroq o'xshab qoldi. Tutush buyrug'ining mazmuniga qarab baqsam, hiliq ablaqning o'lganligini debdi. Buni sen qalmashtirmasang, boshqalarning qo'ldan kelamdi. Tutush buyrug'idagi suratdan boshqalar meni tunib qolg'idekmi? Yo'q, mumkin emas, aka. Men sezginimga boshqalar hargiz tunay olmaydi. Tutush buyrug'ida soqchilar seriq cheching bilan o'ng yuzingdagi cho'ng xolingni bekroq ta'riflabdi. Seni sepi o'zidan kasbiy qotil, hatto kichik bolalarni ko'rsimi ikki putun yerib tashlaydigan vahshiy alvasti deb ta'riflabdi. Xabarni qilg'uvchilarga berilgan pulning ko'pligini demamsan taxi. Fukam, men bir ishni his qilib qoldim. Bundan keyin har qanday ishni keynik tatmayli. Demakchi bo'lganing, Әдіден башлап birodarlar oyoq maylaydigan ishni qilmasin. Biz endi harakatlanayli. Aka, siningcha bizga kichik emasmidik? Yo'q, ukam, biz o'zimizni sinab baqdik. Bizning qo'limizdan keladigan, jon degan qosh bilan kirpikning o'rlig'idagi narsa ekan. Biz endi saqlamayli. Men buni hiliq ablaqning dojisida his qildim. Qandoq deysan, aka? Hiliq kuni Jakob Piryovish degan ablaq g'azab bilan zalga kirganda, ochig'ida qo'ldagi topanchani menga tanglab bo'lib tushirib oldi. Qo'rqib arvoyim 40 kez o'rildi degina. Uni etivishidan qo'rqdingmi? Ha, men shu chaqda birinchi bo'lib seni o'yladim. Seni qayta ko'rolmasligimdan qo'rqdim. Bolalarni ko'rolmasligimdan qo'rqdim. Yana qilishga tegishli nurg'un ishlarimni qilolmasligimdan qo'rqdim. Undaqda biz burun deyishgan ishni rostila boshlamdik. Biz adil harakatni boshlayli. Men Moskvada bularning bir materialini ko'rib qoldim. Ba'zi atalg'ularning ma'nosini keyin lug'atga qarab tushundim. Ular bizning boylig'imizni bulash bilanla bo'ldi qilmabdi. Paşaxon o'zidagi hiliqi maxfiy materialni bugun Samanxonda qayta ko'rib tushunolmagan atalg'ularni ruscha, turkmancha lug'atga qarab chiqib, uning mazmunidan qisman xabar topgan edi. Lekin bexatarlikni o'ylab materialning kelish manbiyini, uni qayerga yushirib qo'yganlik to'g'risidagi tafsilotlarni Fuksi Tillaxonga aytmadi. Demakchi bo'lganing aka, bu bir maxfiyatlik fukam. Paşaxon eg'izni Tillaxonning quloqiga yaqin akilib aytdi. İnsonga tinma, yiliqi vabo esingda bormi? Yiliqi qitimdagi kishilar butunlay qirilib o'lib ketgan, ko'zni seriqlik qoplab ketadigan vaboni demsan? Ha, sen bizni mushunda qora yetim qilgan ashu vabo. Bu kasal asli ruslar tarqitib ekan emasmi? Voy xudoyim, mundaqmi ish bormikan taxi? Nimancha qo'rqinchli? Sana deydigan nurg'un gaplar bor fukam. Bularni keyin deyishayli. Hozir ətik ishni maslahatlashib olayli. Ular yerim kechagacha kusuldashib ishlarni qaytadan planlab chiqishdi. Andin ko'ngli aromiga tushgandek bo'lib uxlab qolishdi. Әтіс әттегенде Paşaxon balalarni yig'ib, bundan keyin oyoq maylamchilik tijoratining o'rniga boshqa tijorat qilganligini, balalarning ongacha badan chiniqtirish mashqi ilib boradiganligini aytib, ularni shahardagi bir rus tantarbiya o'qituvchisi ochgan jonbozlik tarbiyalash kursiga olib berdi.
İkkalən əmdəki nişanını şəhərlik saqçı idarəsinin başlığıga qaratdı. Çünki bu muttaham ruslanması özünün imtiyazdan faydalanıp türkmenlərinin ruslarning istibdad hokimiyatiga qarshi erkinlik uchun ilib borgan turlik isyon bixlarini turkumlab qirmoqda edi. Uning ustiga Poshshaxon singlisi Barnoxonning ishini shundaqla ustozi Akbarxonning o'limini texicha unutmayotdi. Shunga u har qatim chekisidagi tortiqni ko'rganda bu qeri itni qandoq joylashni o'ylaydi. İkkalən bu şəhərlik saqçı idarəsinin başlığını 2 həftəyə yaxın күзәтdi. Onun uyi saqçı idarəsinin içində olub, darvozani qarovul əsgərlər bək çiң saqlag'achqa, uning uyiga kirib qo'l silish sal xatarlik edi. Poshshaxonning beshi intayin qatdi. Mushu topda u Girgevishning daychisidagi hiliqi 2 tal tapanchadan birini bo'lsimi ilib olmaganligiga qattiq pushaymon qildi. Ular har xil usullar orqali idora boshlig'ining yurishtirish ahvolini bo'shashmay surishda qilib, oxiri muhim bo'lgan bir yip uchiga erishdi. Idora boshlig'ining qarmoq bilan beliq tutish havisi kuchlik bo'lib, har haftaning oxirgi yoki 2 haftada bir qatim ko'lga qarmoq tashlash uchun shaharning atrofiga joylashgan egiz yorliqning ostidagi cho'ng ko'lga mashinalik boratdi. Ko'pincha vaqtlarda idoraning siyosiy komissarini birga ilib oladi. Siyosiy komissar yoshda idora boshlig'idan kichik bo'lsa-mu, pay kasallikda uchiga chiqqan turkman saqchi yigiti edi. Uning Ostona xalqiga qilgan askiliklari idora boshlig'idan necha hassa ortiq chiqatdi. Shu sababdan idora boshlig'i bu g'alchini e'tiborlab yanida ko'tarib yuratdi. Bugun kunga shanba bo'lib, ko'k osmonda bulutlar laylashib, quyosh ko'zni chaqatdi. Poshshaxon bilan Tillaxon ko'lning atrofida tayyorlikni puxta qilib oldi. Osh vaqti bilan yiroqdan bir kichik saqchi mashinasi ushqandek to'pa o'riltib kelib, yorliqning oldiga kelganda tuvanga tushadigan yo'lga kirish uchun sur'atini ostilatdi. Mashina yorliq ichidagi to'polonga kelganda, Yilon bag'ri yo'lda birdan mangandan keyin ko'lning bo'yiga yiqiroq yerdagi so'gatning ostida to'xtadi. Aslida mashina ko'lning bo'yiga bora oladi, lekin bugun ko'l bo'yiga boradigan kichik yo'ldagi do'ng'oq so'gatdan 3 to'pni birsi qerishqandaq kesib yo'lga tashlab qo'ygan edi. Shuning bilan siyosiy komissar Bahri Badi mashinani yo'l bo'yidagi daraxtning soyasida to'xtatib qo'yib, butun laqquliqlarni uchnisiga ortib idora boshlig'iga puklanganicha oldida yo'l boshladi. Tush vaqti bo'lganda Bahri Badi mashinaning yeniga kelib, uning ichidan yeydigan, ichadigan narsalarni taxlab idora boshlig'ining oldiga elib mangdi. Asrga yaqin ularning beliq tutish xumori bir oz besildi. Shuning bilan ular asbob saramjonlarini ko'tarishib qaytish uchun mashinaning yeniga keldi. Ular mashinaga chiqib, mashinani o't oldirib qo'zg'atibdi. Mashina obdan mangolmadi. Bakir Badi mashinaning mengishidagi normalsizlikni his qilib, darhol mashinadan sakrab tushib, biroqla oldi keyni chaqlarning har biridan bo'lib 2 pay chaqning tangla yili chiqib ketganligini ko'rdi. Astag'firullah, ma ishnamdi. Boyam tek saq turvidi, birdamda yili qolmabdi buni, dedi Bakir Badi beshini qashab idora boshliqiga doklad qilib. Undaqda zapas chaqni tez almashtiring, komissar, dedi idora boshlig'i uning gapini yaxshi tingshimay uningga buyruq qilib. Shu ikkili paydan chiqib ketibdi desizlar boshliq, dedi Bakir Badi boshliqning oldida tamtirib. Sizlar xafa bo'lmay mashinani birdam o'ltirib tursizlar. Men idoraga ushqandek berib boshqa bir mashina tep kelay. Buni bizning bolalar bir nima qilib ilib ketsin. Amisa tez bo'ling komissar, meni saqlatmang, qapqin turdi haromzada rus boshliq. Siyosiy komissar Bakir Badi oyog'ining tushib qilishiga qaramay ushqandek shahar tarafga qarab chepib ketdi. U mushu yugurishda bir soatlarda Oran shahriga kiralaydi. Idora boshlig'i xomsimiz odam bo'lganligi uchun mashinaning ichida qizishib o'ltiramay yerga tushib yondagi so'gatning soyasiga kirib o'ltirdi. Olam tunurda qizib ketgachga uning ustiga ular akelgan suyini ichib tugitib bo'lg'achqa idora boshlig'ini usuzlik tutib ketib beryotdi. Dal mushu chaqda yiroqdan 16 yoshar chamirsidagi sahroliq bir bola velosipedning keyniga ichiga liq muz qachilangan bir bulduqni chingchaplab, velosipedni jiringshitqincha kirib keldi. Buluqdagi muz parchalari tumuz issiqda erib ketgachga, buluqdan chapildab suv eqiyotdi. Bola udul idora boshlig'ining yeniga kelib to'xtadi. Idora boshlig'i buluqdagi muz parchalariga qarab, qurigan lavlarini tamshitdi. Bola buni sezib idora boshlig'iga turkman tilida gap tashildi. Buncha issiqda bu yerda o'g'ri tutvatamsiz, saqchi tag'a, dedi bola boshliqqa kulib qarab. Yo'qol, harom tomoq, dedi boshliq turkman tilini buzgan holda bolaga qarab qapqin turib.
Buluqumdagi muz parchasining ichida inglizlarning qutuluq ichimligi bor. Muzdek bo'lib ketdi. Jiq pulga sotdimiz. Ala olamsiz? Dedi hayyar bola qashshoqlik bilan hiyjiyib. İdara boshlig'i inglizlarning ichimligi deganini anglab, bolaning yeniga santurilib berib, qiliqsizlarcha qo'lini buluqqa soldi. Muz parchasining orasida rostla 4-5 quta Coca-Cola ichimligi turardi. İdara boshlig'i ixtiyorsiz kulib ketdi. U yanchuqini aqtiribla bir tutam pulni ilib bolaga sunib berib, ikki qo'li bilan buluqdagi qutuluq ichimlikdan 4 qutini qo'liga oldi. Ajab yaxshi bo'ldi. Tez yo'qol hormi. İdara boshlig'i balag'imi qaramay so'gatning tuviga berib, bir quta kolani ko'tiribla ichibatdi. Bala kulgunicha velosipedni yedilab boshliqning nerisiga berib qarab turdi. İdara boshlig'i quruq qutini cho'ritib, yana bir qutining og'zini ichivdi. Yiliqi muhojirlar mehmonxonasida kuyib kul bo'lib ketgan yakchashma savdogarning kunini ko'rishga boshladi. Uning beshi qiyib ko'zi to'rilishishga boshladi. U yonda o'ziga qarab turgan velosipedlik bolaga bir nima demoqchi bo'lib, eg'izini ichib baqdi-yu, lekin o'zini qattiq uyqu tutib ketgachga so'gatga yo'linibla xo'rakka tushib uxlashga boshladi. Podshoxon aslida yiliq o'lja olgan uxlatish dorisidimi yomonroq bir xil dorini tepib, uni suda eritib ishpiris orqali qutining ichiga mong'izgandan keyin yingna izini sham bilan itib, bu ichimlikni tayyor qilgan edi. Shunda qilib bu qitimliq roman anglitishimiz mushargich bo'lsin. Kela qitim ko'rishaylik, xayr xo'sh.